Guvoh bo'lganingizdek, haydovchi transport vositasini xavfli tarzda boshqarib, boshqa harakat ishtirokchilari hayoti va xavfsizligiga tahdid solgan. Uning bu qilmishini oqlab bo'lmaydi. O'tkazilgan surishtiruvlar davomida ushbu transport vositasi va uning boshqaruvida bo'lgan shaxs aniqlandi. Yoshim 19 da kecha To'yvoriyda Zaksga chiqqanmiz. Haydovchilik guvohnomasini olmasdan yo'lga chiqqanman, qarama-qarshilik yo'lga chiqib ketganman. Nomerda to'sib qo'yganman, bekitib qo'yganman, yechib qo'yganman. Qilgan ishimdan pushaymonman, bunaqa qilishni maslahat beringman. O'zimdaqa bolalarga, yoshlarga kechirishlaringni so'rab qolaman. Yo'l bezorligi faqat yo'l harakati qoidalarini buzish emas, balki inson hayotiga befarqlik, jamoat tartibiga tahdid sifatida baholanmoqda. Shu bois bunday holatlarga qarshi qat'iy choralar ko'rilmoqda. Ushbu avtotransport vositasi surishtiruv davomida aniqlanib, jarima maydoniga olib kelindi hamda haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudida haydovchining harakatlari atroflicha ko'rib chiqilib, uning qilmishiga yarasha qonun asosida tegishli jazo chorasi qo'llanildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 128 prim 10-moddasi 2-qismi, 135-modda 1-qismi va 135 prim 1-modda 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilsin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 128 prim 10-modda 2-qismi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. 135-modda 1-qismi bilan Adhamovga 1 baravar miqdorda bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar miqdorda, ya'ni 412 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. 135 prim 1-modda 1-qismi bilan Adhamovga bazaviy hisoblash miqdorini 2/1 qismi miqdorida, ya'ni 206 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 34-moddasi talabi bo'yicha uzr kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, har bir haydovchi va piyodaning hayotini asrash bu hammamiz uchun umumiy mas'uliyatdir. Qoidalarga amal qilish nafaqat jazodan qochish, balki hayotni himoya qilishdir.